Assalomu alaykum azizlar. Mana ikkita arslon umri uzoq bo'lganlar. Javlonbek bilan Eldorjon 1-2 kundan beri urinishib, mana 3-4-iyundagi konsertimizni ovozini 2 kunda eshitib chiqib, muxlislarimiz ovozlari hammasini tekshirib bir boshdan xudo xohlasa tayyorlamoqdalar. Sizlarni va o'zimning nomidan bu ukalarimga rahmat aytaman. Ishlaylar sizlar. Muxlislarimdan bahramand bo'lsin, qaysi qo'shadi? Da so'rayim yorim, ishtingdaman mast bo'lib, qayga boray nigorim, sensiz tunu kunim qish, hech kelmagay bahorim, hech kelmagay bahorim.